Efendim, bizim şirkette göreviniz daha da yükseldi. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Tamam. Abror Shakirovich, sizni ko'chada bittasi so'rayapti. Kim ekan? Aytishi bo'yicha sizni dadangiz ekan. Dadam? Meni kechir o'g'lim. Ne unaqa deysiz? Yuring biror joyga borib, o'tirib gaplashamiz. Assalomu alaykum. Oqtepa lavashga xush kelibsiz. Nima buyurasiz? Dadam nima yegisi kelsa bering hammasini. Nima beray ekan sizga? Nima bor qizim? Hozir bizning menyumizda yangiliklarimiz bor. Yangiliklarimiz barra yaproq go'shtidan tayyorlangan yangicha danar mix va mazza qilib iste'mol qiladigan tombik taomimiz ham bor. Xohlasangiz shularning tovuqli formatini ham tavsiya qilishim mumkin. Sen mendan xafa bo'lmading o'g'lim? Hayot shunaqa ekan. Seni sog'inganman bolam. O'ttiz yil dada. 30 yil. 30 yil deganda endi sog'indingizmi? O'g'lim, taqdir shunaqa ekan-da. Farzandlaringiz bormi? Farzandlarim bor. 3 ta farzandim bor. Bitta qizim bor. 2 ta o'g'lim bor. Qizim Dubayda. Bitta o'g'lim qamoqda. Bitta o'g'lim uyda o'tirib qolgan. Ularni yaxshi ko'rasizmi? Jonimdan ortiq yaxshi ko'raman bolalarimni. Unda nega keldingiz oldimga? O'g'lim pul kerak. Katta pul kerak. Shu pulni bersam, muammongiz hal bo'ladimi? Hal bo'ladi. Mana pul. Sizdan bitta iltimos. Boshqa qaytib kelmang. Men ham otaman-da. Farzandlarim qanaqa duo qilsam bo'ladi? Duo qilishni bilmayman bolam. Meni 2 qizim bor, 1 o'g'lim. Lekin ularni hech qachon tashib ketmayman.